Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Ana shu yerda bizlarning 16 uyimiz bor, 16 ta sotuvga tayyorlangan uylarimiz bor. Remontlari bor, remontsizlar ham topiladi. Bir kanallarimiz bor, 290 million tayyori kirib yashayverasiz do'stlar. Bu yog'imizda bir kvartira qolgan, liftsiz tomonlarimizdan 3 kanalimiz 6 milyon 200 dan metr kvadrati bo'ladi. 69 metr kvadrat hisoblab chiqaraveramiz uni. Ana atrofimizda bu yerda bolalar o'ynaydigan maydonchalar bor. Bu yog'imizda Urganch-Ko'rlan yo'li, pametligimiz yonimizda bu yerda. Gaz zapravkamiz mana 2 odim bu yog'imizda, shurda joylashgan. Lokatsiyasi yaxshi joylashgan. Umuman lokatsiyani orientir olishimiz uchun tushuntirib o'tiraman. 16 uyimizda 2 kanalli, 3 kanallarimiz bu yerda mavjud. Hozir borib turib ichimda da ko'rsataman. Tomonlarni bir kanalli, 2 kanalli, 3 kanallarni ko'rsatib o'taman. Ichkariga kiramiz. Asosan bu yerda ana shu uyimiz 7 uy bo'ladi. Metr kvadrati 5 milyon 800 remontsizlar. Remontlari 7 milliondan hisoblanadi. 7-chi etajdamiz. Hamma kvartiralarimiz remontli. 2 kanalning hozir remontlisini ko'rsataman. Do'stlar kelinglar. Asosan bu yerda sanuzellar bilan ayrim qilingan udobstvo buda. Ana xonalarimiz kichkina emas, kattagina. Sanuzellarda mana xonalarimiz. Kuxnyamizda kuxni garniturlar qo'yilgan, gaz qo'yilgan. Dukan kontrni kotellar qo'yilgan. Mana gaz o'chiruvchilarimiz ko'rinib turibdi. Balkonimizdan ana har bir uyning ustida quyosh panellarimiz ko'rinib turibdi. Bu jig'ularimizning xarajatini kamaytiradi. Udobstvo buda ajoyib. Bu 2 kanalli kvartiramiz do'stlar. 3 kanalimizga o'tamiz. 3 kanalli kvartiramiz ham xuddi shunday kirgan yerlarimizda udobstvo yana qo'lda yuvib kirilaveradi. Ana bu katta xonamiz. Bemalol 20-30 mehmonni solsangiz bo'ladi. Bu yerda da tualetimiz ayrim, dushlarimiz ayrim mana ajoyib qilib remont qilingan. Kuxnyamiz kattagina mana bu yerda katta maydon. Bu yerda ham balkonimiz bor, prirodalar ko'rinib turadi. Do'stlar, bu yerda da dokontrni kotellar, gaz o'chiruvchilar qo'yilgan. Hamma sharoitlar bor. To'liq kelib pulni berib yashasangiz bo'ldi. 20 yilga 17% kredit bilan beriladi do'stlar. Oldindan ozgina to'lovlarimiz bor, uni muloqot qilganda kelishib olamiz. Bir kanalimizga kiramiz. Bir kanalimizga kirgan yerda ayni bu yerda ugolok qo'yib turib, chiroyli qilib kuxni qilib qo'ysangiz bo'ladi. Yana bir doполнительный bu yerda xonamiz, 4-3 xonamiz. Bu yerda ana kuxni garniturlar qo'yilgan, gazlar qo'yilgan. Bu yerda da shu konturning kotellar bilan gaz o'chiruvchilar bor edi. Hamma sharoitlar bor do'stlar. Bu 290 million bo'ladi. Bosh to'lovsiz yashayverishingiz mumkin. Do'stlar, telefon nomerlarimni ko'rsatib qo'yaman. Murojaat qilaverasizlar.